Matematikani bilgan tikuvchi shunaqa chiroyli ko'ylaklarni yarata oladi. Bilasizlarmi nega bunaqa deyapman? Bu ko'ylakni yaratish jarayonimiz ajoyib bo'ldi. Shuncha yillik mahoratga ega bo'lgan tikuvchimiz o'lcham olish jarayonida kaketkani uzunligini olishi eslardan chiqazibdilar. Keyin buni bichish jarayonida kaketkani belga bo'lgan nisbati, ko'ylakni etagini kaketkaga bo'lgan nisbati, xullas hisob-kitobini matematik usulda chiqazib, kaketkani to'g'ri uzunligini belgilab bichibdilar. Primerka jarayonida ko'ylak qolipda emas keldi. Navbat meni dizaynerlik mahoratimni ko'rsatishga yetib keldi. Bu simkalarni ko'ylakning ustiga sochib olib, qanaqa ko'rinishga ega bo'lishini tasavvur qilib oldim. Endi buni qo'limga niyib olib, bittalab ko'ylagimizga mehr bilan tikib, mustahkamlab chiqishni boshladim. Bitta ko'ylakni yaratish jarayonini ko'ryapsizlar. Qanaqangi mashaqqat, mehnat, aql, zakovat talab qilinyapti tikuvchidan. Shuning uchun iltimos qilardimki, tikuvchilarning mehnatini qadrlaylar, hurmatli mijozlarimiz.